Mumayning turmudan qanchi 3-qism. Nuhi hamamu Nəhayət şəfqətlik və mehribon Allah'ın ismi bilan başlayman. Assalamu alaykum və rahmetullahi və barakatuhu. Tuvanda İslam çakarları grupsida yerlagan hicret tarixlaridan Mumayning turmudan qanchi nomli asarni anglitishni boshlaymiz. كيف السكوت وهذه الأرض تجتاح Mumayning turmudan qanchi 3-qism. Kuzning ettiziriq ishlari asosan tugaganda Qiynatan buvayga 50 koy pul berib Yaşımı bozorda ayolini cho'giltib kelgan deydi. Men buvay bilan billa bozorga berib, o'xshagan kebabdan 10 kebabni billa o'ltirib yeydim. Ondan buvay "Yeni yemsiz?" deb so'rab qo'yatdi. Biz bu o'xshagan kebabdanmi cho'nglarga 10 ilib olatdik. Ondan eshib qolgan pulga uyga ushaq narsalarni elib kelatdik. Yana bir yakshanba kelsa, qiynanam meni o'zi bilan billa bozorga elib berib, Kilinim üçün şipin duha velip köynek tikisi bürmen deb rəx bazarıga baratdık. Köynek tikizdiga rəxni elib bulup, öyünün kamkusu nərsələrini elib, andın öyge qaytatdık. Yeni bir yakşanbisi çoğunlar bazarıga berib, gilam yoki kiygi satib olatdi. Mana shunday kichikkin ishlar bizning yillik tartgan japonlarimizni unutildiratdi. Mumaydan so'raldi. Shu vaqtda bir zix kebab qancha pul edi? Mumay 90-yillarda 5 mocha edi. Keyin bir koyga chiqdi. Lag'man 3 koy edi. Tavus qo'g'inni tallival, xillival bir koy deb to'lab sotatdi. Mahallaga har kuni eshak arvosiga mevalarini artib, baqqal kelatdi. Baqqal shaptul vaqtida har xil shaptul akilatdi. Bir koyga 30 tal beratdi. Qizil uzum akilatdi. Chorikini 7 koyga sotatdi. Qishda selchi xuddi qetiqdek uygan jidining jing aslini akilatdi. Puli borlarga naq, puli yo'qlarga nesi sotatdi. Mumaydan so'raldi. Undaqda qishda qildigan ish yo'q ekanda? Mumay, qishdimi o'ziga yarasha ish bor bolam. Masalan, qishning kuni kuzda ichilib bo'lolmagan kevaz quvusini qo'l bilan yerib, oftobga qo'yib, ichildirib, uningdan chiqqan paxtada yotgan ko'rpitkimiz. Va kuzda yiqqan qunaqni o'g'zida oftobda qaqlab, qishda uvab, madakda ajratimiz. Bular tugab ketsa, qo'ylarning yungini egirib, yeb qilib sotamiz yoki kigiz yastimiz. Ish qilib bekor qoldigan ish nada? Men har juma kunligi o'zimning onasining uyiga haftada bir qatim jumalab boratdim. Ish ko'p bo'lib ketsa, 15 kunda bir jumalab kelatdim. Onam dadamning uyiga mehmon bo'lib kelib, mehmon bo'lib ketdim dedi. Mumaydan so'raldi. Qishda bak sovuq bo'lsa qanday qilatdinglar? Yozdagi issiqda nima chetdinglar? Mumay, qishda obdalla sovuq bo'ladi. Putimizga botay deydigan qilin oyoq va o'zimiz tikib olgan kegiz paypoq kiyatdik. Uchimizga o'zimiz tikib kelgan xondan raxtda paxtliq jiletga kiyatdik. Qishda maxsus uyimiz bor edi. Qishliq uy deb, uning ichida ya mo'rinliq o'choq yoki xish bilan solgan kang deb uchiqimiz bor edi. Uy bir sivolsa asosan so'p qolmaydi. O't qolsak jangaldan kelgan o'tanni qolaydiq. O'tin topolmasak kalaning tezkini quritib qolaydiq. Qishda buvay va uning qarindoshlari 3 kunlik yiroqdagi jangalga berib, eshak arvosida o'tin elib keladi. Jangalga berib kelguncha 3 kun vaqt ketadi. O'tin bakli barakat qiladi. O'tinning chug'iga kumash kumatdiq. Taz kumash, so'qir kumash deb. Taz kumash deganimiz go'shtsiz ximirli qilgan. So'qa kumash deganimiz orasiga piyoz bilan go'shtni qiyma qilib silib qilgan kumash. Bu bakli quvvatli edi. Chaynimi shu o'tning chug'ida qaynatdik. Ta'mi boshqacha yaxshi edi. Yazga kelsak, mahallamizda bizning uyga yaqin cho'ng ko'l bor edi. U ko'lning suvi qishda qalin muz tutadi. Shunga mahalladagi xulum qo'shnilar ko'lning yenidan bir o'rinni cho'nqur qo'lab, ustini paxallar bilan yepib, yarasti gami qilib, ondan uning ichiga ko'ldagi muzning har yili birinchi oylarda kirib, ondan gamini ig'zini yetib o'tadi. Biz bu yerni muzxona deydik. Hattoki muzxonaning ig'zini
ujma pishmog'icha hech kim ochmaydi. Ya'ni 6-oydan boshlab muzxonaning kichik ishkachiladi. Xohlagan odam muzni olib ichadi. Bu muz mahalladagi odamlarga toki shal pishqich yetadi. Biz muz bilan qatiqni aralashtirib, ondan ustiga o'zimiz yasagan uzumning shirnisini quyib ichatdik. Voy Allah, bu dug'ab bo'libmi bug'doy o'rmi vaqtida bakmu tetaydi. Bir qitim ichib olsa, kechgacha sumaydi. Agar yoz mezgillarida biror qo'shnimiz qo'y so'ysa, go'shtni shu muzxonaga quyib qo'yadi. Go'shtni hech kim ilib olmaydi. Nonni qo'shnilar bilan birlashib tunurda yoqatdik. Hech kim bozordan non sotib olmaydi. Mahallada har xil hunarvanlar bor edi. Ba'zi mahallada ayollar tabliğ anlaydiganga xonqa deydigan diniy so'rovlar bor edi. Allar jumaga berib, oxini mundoq dedi deb oila ayollarga yetkazdi. Bu qitimliq anlatışımız mana mushu yerda oxirlashdi. Keyingi anlatışımızda ko'rishguncha Allohga emanet. Assalomu alaykum va rahmatullohi va barakatuh.